Xabaringiz bor, Willy Wonka yameli shkaflariga 3 ta tilla chipta yashirgandi. Ulardan 2 tasi topildi. Chiptani birinchi topgan bolakay semiz g'irt to'nka bola bo'ladi, ko'rasizlar. Oya qo'shniga hisob chiqinib chiqaradilar. Keyin stolsini qarasam, yamelli shkaflar turgan ekan. Sirasi oldimga o'g'lab olib chiqib qoldim. Ichidan bo'lsa oltin chipta chiqdi. Faqat bunacha hech kimga qo'yishga kerak emaslar. Voy, buni hamma ko'ryapti-ya. Hech kimga qo'ymaysizlar, bu hokim ham ko'ryaptilar, voy. Keyingi chiptani kamida bitta boyvachchani bolasi yutib oladi, qarab. Bo'ldi. Chiptani qanday qilib yutib oldingiz? Bolajonim shunday yonimga keldida, patara buzurib qo'yora, menga oltin chipta olib bering deb aytdi. Menga oltin chipta topib bering. Shundan Willy Wonka telefon qildim-da, kelib tashab ketdi. Yana bitta chipta qoldi. Bu qaysi omadli insonga nasib qilarkan? Bolam, bobing bilan maslahatlashib tug'ilgan kuningga pensiya pulimizga yameli shkolatini olgan edik. Gazga to'lashinglar kerak edi-ku. Gazda ovqat qilsak, kosam to'qarmas ekan bolam, ola qol.